أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kitabımızın birinci kısmı yani ilmul maanininki 4. babı at-ta'rif ve at-tenkir. Biz ilgirki derslerde cümleden yani cümle habariyadan yoki jumla xabariyadan bo'lgan asosiy maqsad birisi jumlaning mazmunini qarshi tarafga bildirish ekanligini o'tirib qo'yib o'tgan. Buni biz foidatul xabar deb atagan. Endi jumlaning asosiy maqsadi jumlaning mazmunini qarshi tarafga tushundirish o'g'achqa cho'qqum jumlaning mazmuni qarshi taraf tushunadigan ma'lum nuqtaga bog'lanib turib boshlanishi kerak va jumlaning oxirgi yakunimi shu nuqtaga bog'lanib turib yakunlanishi kerak. Şoňlaşqa adatda grammatik kitaplarda mesela iki xabar, mubtada xabarinki mubtadaning asli ma'ruf bo'lish, xabarining asli nakir bo'lish deb bunday bir qoidalar bor. Failmo ma'lum nuqtadan qarshi tarafga bir uqumni tushuntirib beradigan darajada ma'ruf bo'lish kerak yoki ma'ruf bo'lmagan doiradami, taqdiridami ma'lum bir uqum, muayyan uqumga, ya'ni ma'riflikning xususiyatidagi bir uqumga ega bo'lish kerak. Agar jumladagi hech qanday bir bilak ma'rif bo'lmaganida jumladan bir uqumsiz ma'no chiqadi. Şoňlaşqa jumlaning cho'qim ma'lum bir biligi ma'rif bo'lish kerak. Jumlaning yana ma'lum bir biligi ma'ruf bo'lsin bo'ladi ma'lum maqsadlar uchun yoki nekir bilan oyoqlashsimi bo'ladi. Lekin jumlaning mazmuniningki qarshi tarafga uqilishi, bildirilishi uchun cho'qim jumladagi ma'lum bir bilak cho'qqum ma'rif bo'lish kerak. Ham bu ma'rifilik, nakirlik mayli jumladagi asosiy bilak muslayga qaratilgan bo'lsin, yoki jumladagi xabar bilak muslatga qaratilgan bo'lsin, yoki jumladagi qayd bilaklar, ya'ni mutaallaqatul fil deb qo'yamiz, to'ldiruvchilar, holatlar, tamyizlar, sifatlar, tavobilar deganda qismlar bo'lib qolsin, bularning hammasi ma'rifilik, nakirlik qanday qiladi tepiladi. Ya'ni jumlaning mazmunini ma'lum bir nuqtaga bog'lab turib tushuntirmoqchi bo'lsak, bog'lanmoqchi bo'lgan, mahkumun alay demoqchi, ya'ni muslay demoqchi, jumlaning mazmuni bog'lanmoqchi bo'lgan taraf cho'qim ma'rif bo'lishi kerak. Yoki ma'rif bo'lmagan taqdirdami xoslanish orqali doirasi ma'lum darajada ta'lashtirilib, qarshi tarafga bir uqumni biralgidek bir holatga kelish kerak. Dal bu nahvidagi mubtada asli qoida mubtada ma'ruf bo'lish Amma nekira ma'lum yo'llar bilan qanday qilinsa, xoslansa, umum ma'ruf mubtada bo'lishga yaraydi degan gapning ma'nosi shu. Ham bugungi bizning darsimiz dal jumlaning bo'laklaridagi, mayli jumlaning igi bo'lagi bo'lsin yoki jumlaning xabar bo'lagi bo'lsin, ma'rifa keltirish va nekira keltirish. Esonda bo'lsin, biz bayatdan ta'kidlab o'tdik, ma'lum bir inchki nuqtadan birini eskartdik. Jumladagi asosiy bo'lak, ya'ni jumlaning mazmuni shunga bog'lanadigan bo'lak asli qoidasi ma'ruf bo'lish. Andakin jumlaning mazmuni yig'incha qilinadigan, yakunlanadigan bo'lak, ya'ni mahkumun bih deb qo'yamiz yoki musnad deb qo'yamiz, xabar bo'lish. Ammo ba'zida mushu qoida jumlaning asosiy bo'lakininki ma'ruf bo'ladigan, jumlaningki yakunlama bo'lakininki, ya'ni musnad bo'lakininki nakir bo'ladigan ma qoida ba'zi jumlada boshqacha ma'no ifodalash uchun ma qoidadan halqib boshqa xil qoidalar. Buni biz odatda muqtadoi zohiridan asli qoidadan halqib muqtadoi holga chiqish deymiz. Ya'ni agar biz keltirmoqchi bo'lgan jumlada ashundoq bir o'zgartishni talab qiladigan omillar shakllanib qolsa, ashta qilishqimi ham bo'ladi. Bugungi darsimiz dal shu xildagi mazmunlarni o'z ichiga olgan dars. Ham darsni boshlashning oldida biz bir nuqtani alohida eskartish to'g'ri keladi. Arab tilida ma'rifilikni ifodalaydigan so'z turkumlari bir xil emas. Masalan, grammatika, balog'at ulamolari arab tilidagi ma'rifilikni ifodalaydigan so'z turkumini 7 ga bo'ladi. Buning uchun birinchisi ad-damir, ikkinchisi al-alam, xossimlar demakchi. Uchinchisi ismul ishorat, ya'ni ko'rsatish almashlari. To'rtinchisi al-ismul mavsul deb nisbiy almashlar deb qo'yamiz. Beshinchisi al-mu'arraf bil alif wal lam. Alif lam bilan ma'ruf bo'lgan ism. Kitobda al-muhalla bil alif wal lam deb kelganlik. Altıncısı vel mudaf li ahadil ma'arif. Yani ma'lum bir ma'rif ismlarga muzaf bo'lgan ism ma'rif bo'ladi. Yettincisi munada. Yani Arab tilida 7 turlik ma'rif bor.
Endi 7 turlik ma'rifininki hammasiningki jumlada kelgan vaqtida ifodalamoqchi bo'lgan ma'nosi, bildirmoqchi bo'lgan asosiy maqsadi o'xshamaydi. Masalan, zimirlar ma'lum maqsadlar bilan kelib, ma'lum maqsadlarni ifodalaydi. Alamlar ma'lum maqsadlar bilan kelib, ma'lum maqsadlarni mazmunlarni ifodalaydi. Va boshqalarmi shunga o'xshagan. Ham bularningki o'zining asli ifodalamoqchi bo'lgan ma'nosidan halqib chiqib, yana bir ma'noni ifodalashi ham o'xshamaydi. Shuningcha biz bugungi ma'rifa nakira degan bobda mushu 7 xil ma'rifani asos qilib turib, 7 xil ma'rifaninki asli ma'nosi, ya'ni jumlada kelgan vaqtda ifodalamoqchi bo'lgan maqsadi, undan keyin bu maqsaddan halqib ifodalaydigan boshqa majoziy ma'nolarni inshaalloh so'zlab o'tamiz. Abtur davotida Al-bab ar-rabi' fi at-ta'rif wa at-tankir. 4-bab ma'rifa keltirish va nakira keltirish. O'quvchimizga oldingi bir darsda askartib o'tganda qolgan kitobimizning xarakteri jumlaning qurilma e'tibori bilan emas, shu qurilma yuz beradigan holat e'tibori bilan bo'lg'achqa biz bu yerda musnad, muslay yoki isnad yoki mutaalliqatul fe'l degandek taraflarni asos qilmaymiz maktabda. Balki shularda yuz beradigan, masalan, oldingi soatlik darsigidek az-zikru val hazfu, at-taqdim va at-ta'khir. Anda mesela madrasimizdagidek at-ta'rif va tankir holatlarni so'zlaymiz. Mushu holatlar jumlaning hamma bo'laklarining hammasida tepiladi. O'zimiz qanaq qilsak, tatbiqlab olsak bo'ladi. Iza ta'allaqa al-gharadu bi tafhim al-mukhatab irtibat al-kalam. Iza ta'allaqa al-gharad bi tafhim al-mukhatab irtibat al-kalam bi muayyan fal-maqam at-ta'rif. Bizda o'qib jumlaning asosiy maqsadi qarshi tarafga bir narsalarni tushuntirish. Endi biz mushu tuzmoqchi bo'lgan mush jumladan qarshi tarafga, muxotabga ma jumlaning mazmunininki muayyan bir nuqtaga bog'langanligini ifodalamoqchi bo'lsak, g'arizimiz bo'lib qolsa, ya'ni idza ta'allaqa al-gharad maqsad muxotabga, qarshi tarafga jumlaninki, kalamninki muayyan bir nuqtaga bog'langanligini tushuntirishga bog'langan vaqtida degani maqsad shu bo'lib qolsa, bu yerdagi maqom ma'rifa uchun bo'ladi. Chunki muayyan narsa ma'rifatga ifodalanadi. Ammo g'araz buningga munosabat ko'rmasa maqom nakir uchun. Endi mushuni biz jumlaning hamma bilaklariga asoslab bo'ladi. Muhammad talibun degan mushu jumladan qarshi tarafga nima ifodalamoqchi? Qarshi taraf Muhammadni biladi. Anog'anda qarshi tarafga muayyan bir hukmdan gap boshlamoqchi ekanmiz. Anog'anda Muhammad degan bilakda ma'rifa keltirish asli. Ammo qarshi taraf uning talib ekanligini o'qimaydi, o'quvchi ekanligini o'qimaydi. Biz dal qarshi taraf biladigan Muhammadga qarshi taraf o'qimaydigan talib degan mazmunni bog'lab turib tushundirmoqchi. Anog'anda ikki bilak borda bu jumlada. Birinchi bilak jumlaning egisi bilak Muhammad, ikkinchi bilak talib o'quvchilik mazmun. Qarshi taraf Muhammadni biladi, uning o'quvchi ekanligini o'qimaydi. Biz mush jumlani keltirishda Muhammadni ma'rifa keltiramiz, chunki biladigan bo'lg'achqa talibni nakir keltiramiz, bilmaydigan bo'lg'achqa. Shuni o'yladim jumla tutadi, andikan qarshi taraf halaqa Muhammad, men biladigan Muhammad demakchi. O'quvchi emasmi deb bilmaydigan mazmundan birini yangidan bilib oladi. Mana bu bizning jumladan asosli nishon qilgan maqsad ma'vu. Endi bu ixcham mazmunni tafsiliy bayon qilish uchun biz deymizki, minal ma'lumki ma'rifalar domir almashlar, val alam xassimlar, ismul ishorat ko'rsatish almashlari va ismul mavsul ya'ni nisbiy almashlar va muhalla bi al degani alif lam bilan ma'ruf bo'lgan ism va mudaf li wahid mimma zukira yuqorida tilg'alangan ma'rifalarning ma'lum bir ismga muzof bo'lgan izofatlar ma'ruf bo'lgan ism va munada qatorliq 7 turlik ma'rifa ism bor. Albatta 7 turlik ma'rifa ismninki ma'rifalik nuqtasini ifodalaydigan mazmuni o'xshamaydi, ham buni taqozo qiladigan maqom o'xshamaydi. Buningdan ifodalamoqchi bo'lgan g'arazmi shunga ergashib o'xshamaydi. Andos birdan kelayli. Damirga kelsak, odatda damir hammalar bilamiz, birinchi shaxsning damiri ana nahnuga o'xshash, ikkinchi shaxsning damiri anta anti antum antunga o'xshash, uchinchi shaxsning damiri huwa hiyaga o'xshash, 3 xil damir bo'ladi. Fayu'ta bihi shu damirini jumlaga keltirilish nimish qolsa maqom ya takallum. Ya'ni mutakallim o'zini ifodalayotgan maqom. Takallim uchun degan birinchi shaxsni ifodalash uchun maqom. Anog'anda birinchi shaxsni ifodalamoqchi bo'lgan vaqtda tabiilam nim deydi, men deydi. Yoki xitob ikkinchi shaxsga qaratib jumlaning mazmunini ikkinchi shaxsga qaratib deyotgan maqom.
Anda oğanlıkın tabiiyle sen de gap başlaydı da yoki g'aybat maqom. Yani üçüncü shaxsning maqomi bo'ladi. Üçüncü shaxsning maqomida ismini tilga olsin bo'ladi. İsmini tilga olsin bo'ladi. Lekin bu yerda domir keltirishimiz üçüncü shaxsni ifodalash ma'al ixtisor qisqalik bilan. Masalan, ana rajawtuka fi hadha al-amr. Men sendan bu ishda bir umidni kutdim. Ve ente vaadtani bi injazihi. Ente ikinci şahıs, ana birinci şahıs. Bi injazihi deki hi zamir üçüncü şahıs. Eğer bunu bi injazil emr desimi buludu. Gramatik noktasıdın. Lekin kısqara düştün bi injazihi de üçüncü şahıs eklendi. Makamında oğanlıkın tabiilam elbette birinci şahıs. Maqam bo'lib qolsa birinchi shaxsning damirini, ikkinchi shaxsning maqom bo'lib qolsa ikkinchi shaxsning damirini, uchinchi shaxsning damiri bo'lib qolsa uchinchi shaxsning damirini keltirishimiz bu tabiiy ahvol. Endi mushlar munosabatlik mazmunning birisi xitobdagi asli mazmun cho'qim muayyan xitob qilinayotgan shaxs. Mushahhad degani ko'z oldimizda ko'rib turayotgan xitob qilinayotgan shaxs. Bu asli bo'ladi. Masalan, anta desak cho'qim ko'z oldimizda biz xitob qilayotgan bir shaxs bor degan gap. Ammo ba'zida mushahhadning g'ayrimi degani xitob qilinayotgan shaxsning g'ayrimi. Oldimizda naq yo'q odammi? Qanday qilinadi xitob qilinadi? U qalbda hozir o'z degani qalbimizdan ketmaydigan bir shaxs. Masalan, o'zimizning eng yaxshi ko'radigan odamini biz xitob qilganda, o'tirib xitob qilganda sen nima deyapsan? Masalan, biz xususan ibodatlarimizda biz o'zimizni Allohga yuzlanayotganda bir qaraymiz. Shu vaqtning o'zida Peygamber Aleyhisselam tushundirgan bo'yicha al-ihson an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak degandek ko'z oldimizda ba degan bir xil tuyg'ulardan iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deb bunday xitob qilgan ahvollar bor. Agar mushahadalik biz ko'z oldimizda yo'q, lekin qalbimizda hozir bo'lganlik bilan mushu xitob qilayotgan mushu mushahad, g'ayri mushahad bo'lgan shaxsni agar biz bir muayyan bir nuqtaga emas, umumiy hamma nuqtaga qaratib o'tmoqchi bo'lsak, ya'ni va g'ayrul muayyan degani muayyan bo'lmagan bir nuqta xitob qilish mumkin bo'lgan har odamga umumlashtirish maqsad qilingan vaqtida xitobdagi asli maqsad qilinayotgani g'ayri muayyan bir odamga aylanadi. Masalan, biz so'zlaymiz, nutq so'zlaymiz, tabliq qilamiz, tabliq qilgan vaqtda sen deb gap boshlaymizda, bizning buncha sen bundan qilishing kerak, sen musulmon bo'lmoqchi bo'lsang bunday qilishing kerak degan jumladagi sen degan ibora kimga qaratildi? Oldimizda o'tirgan ya u uningga emas. shaxs ya u emas. Bizning sen degan gapimiz mushu biz xitob qilayotgan, bizning xitobimizni anglagan, xitob uni o'ziga oladigan har bir shaxs senning tahtiga kiradi. Ana bu yerda ya Zayd ya amri muayyan maqsad emas. Masalan, al-la'im man iza ahsanta ilayhi asa ilayk. Paskash odam degan qanday odam desa, sen yaxshilik qilsang, sana yomonlik qilgan. Mushu jumladagi sen, sana degan iboratlar muayyan amat yoki samatga qaratilgan iborat emas. Balki mushu xitobni o'ziga xitob deb qaragan. Mushu xitob qulluqiga anglangan har bir shaxs senning tahtiga kirsa bo'ladi. Buni ma'noda xitobdagi xitob qilinuvchi maqsadlik nishon obyekt g'ayri muayyan. Bunda ahvollar bor demakchi. Xolos, ma'rifalarning birinchi turi to'g'riliq so'zlaydiganimiz mushuni bilan bo'ldi qilamiz. Ammo ikkinchi turda alam qanday narsa alam deymiz desa, muayyan bir odamga qo'yilgan ism alam bo'ladi. Masalan, bizning bir do'stimiz bor, ismi Muhammad. Muhammad shu odamga nisbatan alam. Muhammad degandan keyin bizning ko'z oldimizga Muhammadning siyoqi, taqoturuqi biz biladigan haliq Muhammad keladi. Zayd degandan keyin biz biladigan haliq Zayd keladi. Demak, bir odamning ismini tilga olish, xos ismini tilga olish ko'z oldimizga shu odamni keltirdi emasmi? Endi jumlada bir odamning xos ismini keltirish nima uchun desa, fayu'ta bihi, xos ismini keltiriladi li ihdori ma'nahu fi zihni sami bismihil xos. Shu xos ismning ma'nosini samining zihnida xos ism bilan hozir qilishga ko'z oldimizga fulani degandek keyin ko'z oldimizga haliqi shaxs biz tunuydigan simo bilan maydonga keladi. Biz tunuydigan simo bilan ko'z oldimizga keladi. Masalan, va iz yarfa'u ibrohimul qawaida minal bayt va ismoil. Biz Ibrohim alayhisalom bilan Ismoil alayhisalomni payg'ambarlarning otasi, tavhidning asoschisi, shirkni bichit qo'g'uvchi payg'ambar deydigan bir tasviriy xayolimizda tasvir var. Yani Kabe'ni sağan, şundamı ya? Tevhidning asosini yaratgan Abul Anbiya mesela degandek bir xil qalbimizda bir xil hurmat tuyg'usi butun payg'ambarlarga otiladigandak bir xil tuyg'ulan simova.
öz vaqtida İbrahim va İsmoil desa, garchi biz ularning shaklini ko'rmagan bo'lsak-mu, ko'z oldimizda ikki kishining simosi, ya'ni payg'ambarlarning bo'lgan ikki kishining simosi Ka'bani savatgan holatda tasvirlanadi. Shuning uchun xossim keltiriladi. Undan boshqa va yuqsad vaqat yuqsad bihi yuqoridagi alam bilan yuqoridagi maqsaddan boshqa g'arazlarmi, boshqa maqsadlar maqsad qilingan, boshqa mazmunlar iroda qilingan ahvollar va masalan ta'zim. Agar shu xos ism bir xil ma'nisi bunda katta mazmunni o'ziga olgan odatda ism degan shu atani qo'ydi bolaga. Ma'nisini yaxshi o'ylab qo'ydi hamma odam. Ba'zi vaqtda o'ylabmi o'ylamay ba'zisini qo'ylab qoladi. Shu vaqtida qarshi taraf yana bir tarafni ko'tarmoqchi bo'lsa, agar uning ismi kattadan bo'lib qolsa, ismini tilga turib so'zlaydi. Agar paslamoqchi bo'lsa, ismi nachar ism bo'lib qolsa, ismini toza tilga turib qana qilgan so'zlaydigan gapda, masalan, Rakiba Sayfud Davla bir odamning ismi ya o dadis qo'ygan ismto, ya keyingi taxallus ismto, har holda shu odamga xos ism bo'lgan hamda, ammo ism bir xil buyuk, bunda kattalikni, ta'zimni ifodalaydigan davlatning qilichi degandek bir xilalikqa ism bo'lgancha ma'ni tilga olish odatda shu odamni yaxshi ko'radigan ko'tarmoqchi bo'lgan odamlarning ig'zidan chiqadi. Hargiz u odam uch odamlarning ig'zidan Sayfud Davla degan ism chiqmaydi. Yoki ahonat qilish, masalan, bir odamni ahonat qilmoqchi bo'lsak, uning qo'yilgan, dada tarafidan qo'yilgan bo'lsin yoki boshqalar tarafidan qo'yilgan bo'lsin, boshqa shunda anglasa bir xil qarshi tarafni tuvallaydigan bir xil uqumga ega ismlarni qo'llanadigan gap. Masalan, zahaba sahr. Sahr degan gap Qur'on tosh degan gapcha, qoldiq toshlar. Bunda o adamning ismi o'tu ya dadasi qo'ygan ismdo yoki o'miz boshqa tarafdan qo'yilgan ismni shu odamni ifoda etgan bir ism xorliqni, to'ylikni o'ziga olishga shu ismni zo'rlab tilg'alash qarshi tarafdan tushaganlik. Yoki lafzlar so'z uchun to'g'ri keladigan har qanday ma'nodan kinoya qilish. Masalan, tabbat yada abi lahab degani shu o'tning dadasi degan gap bu alaqa payg'ambar alayhisolamninki, payg'ambar alayhisolam o'tula aziyat beradigan Rasulullohning keyindan yurib Rasulullohning da'vatiga aziyat beradigan tog'asining ismi, shuni qo'yilgan ism, lekin ma ismning ma'nosi shu odamninki kelgusini ifoda etadigan bir xil uqumga ega. Ya'ni do'zaxga kiradi degandekchi, shu uqumni ifodalash uchun Abi Lahab deb aytib. Bo'lmasa ismini tilg'ab qo'ysin bo'ladi masalan oyatda. Tabbat yada Abi Lahab demay o'zining xos ismini tilga olsin. Lekin Abu Lahab deyishi o'sha odamni ko'rish bilan birga shu odamning kelgusida qandaroq maqomga ega bo'lganligini bizga bildirib qo'yish uchun. Tamam, alam simlardan maqsad qilinadigan maqsadlar yuqoridagidek bo'ladi. Albatta bu maqsadlar rumuz shaklida keltirilgan maqsadlar, bundan boshqa maqsadlar bor. Kitobimizning hajmi, o'quvchilarimizning saviyasi shunga mos bo'lg'achqa biz mushunchalik bilan bo'ldi qilamiz. Ammo endi ma'rifa simlarning 3-chisi ismul ishorat. Ismul ishorat hammalar bilamiz, zalika, tilka, ulaika, haulay degandek ko'rish almashlar ayol yaqinni ko'rsatadigan. Mushuni qanday vaqt keltiramiz desa, fayu'ta bihi ismul ishoratni ma'nisini hozirlash uchun bir yo'lni muayyanlashtirgan vaqtida, masalan deylik, bir odamni biz ko'rsamoqchi, shu ko'rsatishda ham muayyan bir shaklni ifodalamoqchi. Masalan ko'raylik, bi'ni hada deb qo'yamiz. Bi'ni hada degani masalan bir uskundan bir suva, men bu uskunning ismini o'qimayman dem. Da do'konga qarasam xili chiroyli turadi. Bir yangi chiqqan narsa ekan, ismining nima ekanligini o'qimayman, sifatlarini, muosifatlarini o'qimayman deb qarshi tarafga chiqib, mushuni ifodalash uchun bir yo'l hozirlayman-da o'zimga. Ya'ni hada, ma'ni menga qanaqa qilib setibpa desam, shu gapni ifodalash uchun bir yo'l topgan gapda endi bu. Yo'l topgan gap. Ya'ni sen shu vaqtda mushiran, sen uning ismini sifatini o'qimaydigan bir narsaga ishorat qildi. Ammo yo'lni muayyanlashtirmagan vaqtda u vaqtda boshqa g'arazni ifoda. Agar sen bayatingda ismini o'qimaydigan, sifatini o'qimaydigan narsada qarshi tarafga bir ifodalash uchun o'zingga yo'lni hozirlamoqchi bo'lishdan boshqa ma'no olib qolsa, boshqa g'araz uchun keladi. Masalan, o'zingning hayron qolganligini qanaqa qilish oshkorlash. Masalan, birisi yomon g'arizchi bilan qilsa, "Ey, mushu bola mushunchilar ishni qilib ketdimi?" deb mushu deb mana keltirish, mushu deyish uning ismini o'qimaydigan yerda emas, uni ta'zim qilmoqchi emas, tahqiq qilmoqchi emas. Mushuningki shuncha ishni qila olganligini hayron qilib, shu ishorat qilayotgan ahvollar bor. Masalan, Abdur bir tuvandagi shoirning so'zini keldi, she'risini. Kama'aqilin aqilin a'yat mazahibuhu va jahilin talqahu marzuqa. هذا الذي ترك الأوهام حائرة وسير العالما نحرير زنديقا. Dünyadaki işlarninki felakning chaqinin ta'tir cho'g'layotganligini qaqshigan shirk emasmi bu? Nurg'un aqlli odamlar va ularning yo'llari qana qilgan, herib qolgan yoki bularni xotirib qo'ygan. Nurg'un nodan odamlar va bularning noite keng qushada farovon turmush ekanligini, rizq berilib ketganligini ko'rsa deb mush ishni hayron qilib, "Hadallazi asli
aldıda bir qitim tilg'ab bo'lgan jumla bo'lgan mazmun bo'lg'achqa huvallazi keltirsin bo'lgan nima hada degani mush ish deb bir xil o'zining taajjubini ifodalash uchun mana mush ish odamning xiyollarini gangirgan holatga qo'yib qo'ydi va haqiqiy keskin yo'l tutgan olimlarni zindiqqa aylantirdi. Bu dunyoda to'g'ri yo'l tutmangsak boshqalardan aziyat anglab ishlarimiz oqmaydigan tadqiqot qildigan ishkan bo'ldilar jon saqlayli deydigan holat shakllandi demakchi. Mishada hadallazi deb keltirishi o'zining hayron qolganligini ifodalash uchun. Ikkinchi ma'nosi shu ismi ishoratninki asli ma'nosidan boshqa qo'shimcha majoziy ma'nosi ko'ngil bo'lganligini ifodalash. Ba'zi narsalar ko'ngil bo'lgan vaqtda u narsa odamning qishidagidek ifodalanadi. Qishidagidek shuningga bizning doim ko'ngil bo'lgan narsani o'ylab turdi emasmi odam? Asxiyaldan chiqmaydi. Unda bo'lgan u narsa odamga nisbatan bir xil yaqindakdan tuyuladi. Gap qilsam xuddi yaqindagi narsaga xitob qilayotgandek tuyuladi. Shunda vaqt ismi ishorat ishlatiladigan gap. Masalan, Peygamber aleyhisselam'da maktab ve hâzellezî ta'riful bethâ'u vet'etehu vel beytu ya'rifuhu vel hillu vel haramu. Mana ma adam degani bu adamning qadamlarini bethamu qana qiladi biladi Mekke'deki o'rinning ismi. Beytullah mı bunu tunuydu? Halal ve haram degani haram ve haramning sirtimi buni qana qilalaydi biladi deb Peygamber aleyhisselam'da maktab. Zaten biz Peygamber aleyhisselam bizning kallimizdan chiqmaydi. Gerçek qachimiz domuzmi Peygamber aleyhisselamga nisbatan yaqin odamga o'xshaydi deb ko'ngil bo'lganligini ifodalash. Üçüncü garaz shu ismi ishoratlarninki keltirilish maqsadininki uchinchi majoziy g'arazi Iroq yaqindagi ahvolni bayon qilish uchun. Chunki ismi ishoratlarning o'zida Iroq yaqin ifodalaydigan bir xil ahvol masalan hada yaqin zalika nima Iroqni zalika o'turni ifodalaydi. Masalan hada Yusuf va zalika akhu va zalika g'ulamu. Hada yaqinni ifodalaydi, zalika o'turni ifodalaydi, zalika Iroqni ifodalaydi. Bu normal ma'no. Dördüncüsü ta'zimni ifodalash uchun. Ta'zim ba'zi narsalarni yuqori ko'tarmoqchi bo'lsak, buningga hozir bilan ishorat qilgan ahvollar va masalan inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadal qur'an mana ma Qur'on aqasini xitob qilayotgan Qur'on degandek bir xil ta'zim. Zalikal kitab la rayba fi zalikal kitab an ashu kitob da bir xil uning cho'ngligini muazzam ekanligini ifodalash. Yoki haqoratlash. Ahadallazi yazkuru alihatakum ey sizlar ilohiyni tilovat mushuma degandek bir xil ifodalarni chiqarish uchun. Fazalikallazi yad'u lakum ey yetimni do'q qilib yetimni do'kishlayotgan odam ashuma qaysi holiga do'kishlaydi o yetimni degandek bir xil ifoda. Xolos. Shuning bilan ismi ishoratlarninki asli haqiqiy ma'nosi jumlaga keltirishga ifodalamoqchi bo'lgan g'arazlarning ichidagi va majoziy ma'nosi yuqorida o'tgandek bo'ladi. Ya'ni davomli da'vatma burunni degan hozirmi deyman kitob ixcham kitob bo'lg'achqa alayda muhim mazmunlar keltirilgan. Undan boshqa texmo kengaymoqchi bo'lsanglar, bundan cho'ng balog'at kitoblarga murojaat qilishinglar kerak. Ammo ism mavsul qanday chaqda keltiriladi desa, shuning ma'nosini hozirlashning bir yo'lni, yo'l hozirlash, yo'lni muayyanlash degan nima degan gap desanglar, sizlar bir narsani ifodalagan vaqtinglarda amal tepish degan gapchi. Ibodatdan mualoqa ismi ishoratlarni keltirish, yo'l hozirlash uchun, yo'lni muayyanlash uchun degani boshqa amal yo'q. Ismini o'qimaymiz, sifatini o'qimaymiz. Shu ma'u deb ishorat qilganda do'q emasmi? Alladimi shu. Onun başqa bir xil ismini o'qimaymiz, sifatlarini o'qimaymiz, nasibini o'qimaymiz, o'rnini o'qimaymiz. Shu allazni ifodalashdan boshqa yo'l yo'q. Masalan, tunugim men darsxonaga bir odamni boshlab akirdim. Akirib illa chiqib ketdik. Endi bugun aranglardan birsanglar, shu odam to'g'riq mendan so'moqchi. Shu odamning ismini o'qimaydi, yurtini o'qimaydi, kasbini o'qimaydi, ahvolini o'qimaydi, sifatini o'qimaydi, mendan nima deb so'raydi? Tabiilam heliqi tunugin sizlan kirgan odamning ahvoli mandaq-mandaqmi deb so'raydi-da. Demak, mushu odamni ifodalashda ism mavsul keltirishning boshqa yo'li yo'q. Dal ashiqning iboratini allazi kana ma'aka amsi. Tunugin sizlan birga kirgan odam deb ifodalashning boshqa yo'l yo'q. Demak, bir yo'l tepish uchun shu ism mavsul keltiramiz deydi. Masalan, allazi kana ma'ana amsi safara. Tunugin biz bilan birga kirgan odam safar qilib ketdi desak, u sizlar boshqasini tushunmasangiz, uning ismini o'qimasangiz, kasbini o'qimasangiz, yurtini o'qimasangiz, sifatini o'qimasangiz, men sizga tushuntirmayman. Shu allazi ifodalashning boshqa yo'li yo'q. Ya'ni sen uning ismini o'qimasan, ammo aniga yo'l hozirimizni muayyanlashtirilmasa, vaqtda boshqa g'araz uchun, yuqorida deyilgan g'araz uchun bo'lsa, vaqtda boshqa g'araz. Masalan, birisi sabab ko'rish. Ba'zi masalalarni boshqalarga ega xabar olingan mutlaq deb o'tishdan sabab keltirib illatlarni allazi bilan desa, allazi bir siyli jumla o'ziga olgan bo'lg'achqa, ash xabarininki, mazmunininki illatini bayon qilish rolini o'ynaydi. Masalan,
İnnellezine amenu ve amilus salihat kanet lehum cennetul firdevs nuzulat. Muş ayetine innellezine amenu ve amilus salihat demi innel mu'minin kanet lehum desimi buluyordu. Lekin nimishqa allazi bilan bunda keltirdi desa, xuddi keynidagi bulag'i birilgan jannatning sababi bika emas. Bular qanday qilgan? Iymon aytgan, yaxshi amal qilgan. Xuddi yaxshi tirishib, o'rgangan saboqdoshlarimiz hammasi imtihondan o'tdi desa, asli falon Ahmad, Samat, Mehmet imtihondan o'tdi deyasin bo'ladi. Allazi bilan keltirib, yaxshi tirishib, yaxshi o'rganganlar imtihondan o'tdi desa, xuddi imtihondan o'tishning sababi ularning tirishqanlik ekanligini bayon qilish teklan bir xil hukmni beradi ma o'rinda. Bu yani meseleni illet göğüstüş bu bir sebep. İkinci sebep isim mevzulan keltirishdan meselenin muhatabının gayridan yuşuruş. Dolayısıyla isim mevzul mubhem bir narsa, mubhem. Ma'rif olsun lekin mubhemroq. İsmi bilan devatgandan manda nima bilan keltirsa, isim mevzulan keltirsa salliqqa mubhemroq chiqadi. Shunga isim mevzul ismi ishoratda odatda mubhamat deb ataydi-ku. Masalan, akhaztu ma jaa al-amiru bihi wa qadaytu hajati kama ahwa. Amir Epkegen neresinde kulağımı kana kıldım, aldım. Ya ki eğer emas cade olup kalsa, emir ağızdan çıkarıp vədə kılgan, bir işke niyet kılgan degendek mənlər çıkıdı. Yani emir epkegen neresinde kulağımı aldım, hacitimni halğanca ada kıldım dese. Əxəztu ma cadel emirudaki ma əlləziməniz. Əsli, emir onu epkegen demək, yani emirin alaqa cadini ceyitin çıkarsak, emir soqqan, tenge degandek bir gap hamdi bu-chu. Mishada tenge tilla degan gapni yushirish uchun maja adab mavlan keltirib o'tish, boshqalardan yushirish. Bu bir. Uchinchisi xatolik askartish, chunki ism mavzuning silasida xatolikni ko'rsatadigan bir mazmunlar o'qib qilish ehtimoli bor. Masalan, innallazina tarawnahum ikhwanakum yashfi ghalila sudurihim an tusra'u. Agar mayat ism mavsul keltirmay, Mehmet, Samat, Ahmadlar sening dushmanlaring ular desa, gap tuz-tuzla bo'ladi. Unda demay, innallazina tarawnahum ikhwanakum. Sen ularni sizlarning qarindishinglar, voy do'stimiz deb qaraydigan heliqa odamlar bor-ku. Sizlarningki yiqilishinglar, mag'lub bo'lishinglar, o'lishinglar ularning qalbininki tashnoligiga shifo bo'ladi desa, xuddi avlarning burun avlarni do'stimiz, voy qarindishimiz deb qaragani xatolik. Sizlar bular xato ish qildinglar deb Allohning xatoligini eskartgandeklar bir xil hukm chiqadi. To'rtinchisi mahkumun bihning ahvolini yo'g'inutishligini ism mavzulan keltirish jumlaning xabar bo'likining ahvoliga nisbatan qiziqtirish, ya'ni yo'g'inutish masalasi. Masalan, innallazi samaka samaa osmonni qurgan zot degandagilar, cho'qim osmonni qurgan zot degan qanday qiladi? Cho'ng ishning birini qilib beradi. Bana lana baytan da'aimuhu azwatwal deb keyindiki bizga bir shunaq bir uy sapadiki uning to'riklari igiz ham cho'ng desa ama keyindiki xabar bilakni uyg'untishda xuddalaqi biz odatda normal turmush so'zlarimizda oy bilamsa paloni savdo saroyini saqadan bog'i shu odam mana bunda bir narsa akab ekan desa yo'g'on ishning birini ko'rsatib turib ifodalagandan keyin keyindiki uning qilib bermoqchiga qilgan ishlari yo'g'ondek bir xil tuyg'uradigan gap. Beshinchisi tahvil uchun ya uni yo'g'unutib masalan yo'g'unutish yoki uni haqoratlab masalan yo'g'unutish. Masalan faqashiyahu minal ghammashiya ularni dengizdan yo'g'ab ketganlar. Xudalaqa biz odatda masalan birisini akilib bir munchiga qilib yoki bir munchi ishlarni qilib o'tib uni qilgan ishlarini ko'pligini ifodalamoqchi bo'lsak fa'ala ma fa'al deb qo'yamiz. Fa'ala ma fa'al qilgan ishlarini qilib deb bundachu. Masalan birodarni mehmonga chaqirsak, ash dasturxonning hammani yeb tugitib olsa, buning hamma narsani yevatganligini boshqalarga ifodalash uchun akala kattiran ishning o'rni yo'q. Akala ma akal yeganni yedi, qo'yganni qo'ydi, ichganni ichdi, katta deb ifodalasa, bu yerda bir ta'zim ifodalanadi. Ya'ni akala ma akal, shariba ma sharib, taraka ma tarak degan shakllarda ifodalansa. Ya'ni dengizdan ajoyib bir to'lqin yo'g'idi demak, u to'lqinni tasvirlab bo'g'ilmaydi degandek bir xil ifodani ifodalash uchun faqashiyahum minal yammi ma ghashiyahum deb ifodalaydigan gapda. Yana men lam yadri haqiqatal hal qala ma qal degani navbatdagi ahvolning mohiyatini o'qimagan odam degan deydiganni deydi. Shundaymi? Gumon qildiganni gumon qiladi deb, uning deydigan gapining hajmining yo'g'onligi yoki deydigan gapining nachar ig'ir gapini deydiganligini masalan yo'g'ontish masalasi asosligi. Ism mavzulan keltirish. Oltinchisi va tahakkum masxir qilish deydi. Ya ayyuhallazi nuzzila alayhi zikru innaka la majnun. Ya ayyuhallazi nuzzila alayhi zikru innaka la majnun. Qur'on
müşriklarninki payg'ambarga degan gaplarni hikoya qilyotdi. Ya'ni, "Hey, zikr tushirilgan kishi" deb manimda yo'g'on, masxara shaklda. O'zing noj deb qaraysan-ku sen, Qur'on deb qaraysan-ku, sen degan sarang degandek, bunda bir iboratlar bilan masxara qilish uchun alladin ishildi. Tamam, shuni bilan ism mavsulning masalasi oxirlashdi. Endi biz bayatning yoqi damir to'g'riliq so'zlab o'tdik, alam to'g'riliq so'zlab o'tdik, ism ishorat to'g'riliq so'zlab o'tdik, ism mavsul to'g'riliqni ham so'zlab o'tdik. Endi keldik al-mu'arraf bil alifi val lam. Al-maktabda al-muhalla bil alif val lam deb ifodalabdi, o'xshash. Ya'ni alif lam bilan ma'rifuga ism degan gapda. Endi mandaq alif lamni nima uchun keltiriladi desa, odatda arab tilidagi alif lamlar alif lam lil jins, turni, xarakter, mohiyatni ifodalaydigan alif lamlar, alif lam ahlil ahdi. Ma'lum bir muayyan bir nuqtani ifodalash uchun kelgan alif lam bu ikki xil bo'ladi. Alif lam ahdi xoriji, alif lam zihni degan va undan boshqa alif lam istig'roq degandek alif lamlarning turlari bor. Endi odatdagi ismga alif lam keltirish orqali ma'rif qilish yo o'sha ismni, yo o'sha ismda bir turni, jinsni ifodalashni maqsad qilish, yoki bo'lmasa istig'roqni ifodalashni maqsad qilish, yoki bo'lmasa ahdini ifodalash. Ahdini ifodalash uchun shu alif lam bilan keltirildi. Abturda o'tadi. Fayu'ta bihi, mushu alif lam keltirildi. G'araz jins to'g'riliq mazmunni hikoya qilib berishib qolsa. Ya'ni sen ifodalamoqchi bo'lganing shu jumladagi sen ifodalamoqchi bo'lgan so'zningki turi, mohiyati, xarakteri bo'lib qolsa, shu vaqt alif lam keltirilsa. Masalan, al-inson hayvonning nutqisi berib, butun inson demoqchi emas. Inson turi degan so'zlay oladigan, shu'urga ega, tuyg'uga ega bir maxluqchimi deyapmanda. Insonning xarakterini ifodalamoqchi bo'lsa, shu vaqtida alif lam bilan keltirilsa, manda alif lam jinsiya deymiz. Yoki maqsad jins afrodlaridan ma'lum bir afrodning ichidagi ma'hud degani bizga tunishli qolgan muayyan bir kishi to'g'riliq, muayyan bir fard to'g'riliq hikoya qilmoqchi bo'lsak, buni alif lam keltiramiz. Bu xildagi alif lamni qanday alif lam deymiz? Alif lam ahdi deymiz. Alif lam lil ahdi. Ya'ni buning ahdisi degani buning bizga tunishli qolgani yo burun zikr bir qitim ilgari o'tib ketib bo'lgan yoki o'z zotida hozir qishimizda. Ma nuqtadan bu bizga nisbatan tunishliq, shu tunishliq alif lam, tunishliq o'qimni ifodalash uchun alif lam ifodalaymiz. Hamma odatda durus lug'at o'qiymiz-ku. Baytun bir uy, al-bayt halaqa uy deymiz. Shu halaqa uy degani alif lamning qanday roli? Ahdi xar, ya'ni ahdi roli. Masalan, inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Sizlarga bir shahid bo'lgan rasuldan birini avatdik. Men rasul keldimi? Kama arsalna ila fir'aun rasula. Depolib fa'asa fir'aunur rasula. Endi miyada fir'aunga bir payg'ambar avatgan depolib fa'asa fir'aunur rasula. Ikkinchi qitim ar-rasul alif lam kirdi. Fir'aun heliqi rasulga qanday qildi? Osiylik qildi. Qaysi rasuli? Bayatni avatgan rasul. Demak, oldida bir qitim o'tdi degan gapda mahal alif lam ahdi deb qo'yamiz. Yoki o'z zoti bilan hozir o'g'anliq bilan ma'rifligini oldimizda bor. Shu nuqtadan alif lam bilan, masalan, qishimizning bayat bir odam o'tib ketib qolib men deymanda ar-rajul mahal qadam. Qishimizning o'tib qolgan odam bor, shu odam demakchi. Yoki ishxonada bir o'rindiqda birisini o'tirgan bo'lsa, men deyman ar-rajul falan. Masalan, ma odam mandaq odam, ay falan yerdan kelgan deb gapni ar-rajul bilan boshlayman. Men degan alif lam ahd bo'ladi, ko'z oldidagi odamni ifodalash uchun bo'ladi. Al-yawm akmaltu lakum. Bugun degan shu bugun kun shu haliqi. Rasululloh butun sahobaning atrofiga yig'ib xutba so'zlayotgan haliqi kun bo'ladi. Ya sami uni bilishlan bo'ladi degani, ya uni naq ko'z oldimizda bo'lmasimi? Ya oldida bir qitim o'tmasimi? Ikkolanning o'ttirida ma'ruf. Kunda biz gapini qilib turadigan bir odam bor, haliqida-chi manda. Iz yubayunaka tahta ash-shajara. Men biladi daraxtni, qaysi daraxtning ostida bayat berganligini hammasiga ma'lum. Shunga daraxtning ostida haliqa daraxtiga hukmni ifodalaydi. Bu xil alif lam ahdiya deb ataladi. Alif lam ahd. Bu ikkinchisi, alif lamning ikkinchi roli. Alif lamning uchinchi roli jinsning afrodlarining hammasini hikoya qilishni maqsad qilib qolsin, alif lam bilan ifodalandi. Bunda alif lam istig'roq deymiz, vaqtda ma'nosi umum chiqadi. Masalan, innal inson lafi xusr desak, butun insoniyat deb tarjima qilamiz. Shunga alhamdulillahi robbil alamin nima jami hamdu sana deb tarjima qilamiz. Barliq hamdu sana deb tarjima. Chunki alif lam istig'roq. Bunda alif lamni istig'roqiya deb ataymiz. Tamam. Shuni bilan alif lamning gibi qanday qildi? Tugidi. Endi ba'zida haqiqiy ma'nosi yuqoridagi. Endi ba'zi majoziy shaklda, ba'zida
alif lam bilan ma'lum bir paytdagi jinsni ifodalash uchun momunda alif lam ishlatildi. Va laqad amurru ala al-la'im yasubbuni famadaytu thumma qultu la ya'nini. Men paskashlarning qishini o'tma. Al-la'im degan alif lam ma'lum bir paskash deb, paskash turini ko'rsatmoqchi. Qanaqadir muayyan ya Ahmad ya Samat emas. Men paskashning qishini o'tma, bu meni tillaydi. Men bu yerdagi menga yevraman. Famadaytu thumma degani menga yevraman. Deymanki la ya'nini. Nima chataqim degan gap. La ya'nini degan gap mening nima ishim bor uning tildishi bilan degan gapchu. Mushurundagi al-la'im muayyan la'im emas, balki la'imlarning ichidagi bir la'im. Ya'ni turni ifod. Qanday bir la'imning qishini o'tib meni tillab qolsa, har qancha tillisin, nega chiqib tillisin, chataqim yo'q. Chunki u paskash. Paskashlar bilan tanglash, paskashning ishi degandek, menda huquq bilan menga yurma deydi. Endi men kelgan vaqtda men yuqoridagilar odatdagi ifoda etadigan mazmun bo'lib qolsa, alif lamning ifoda etadigan muhim mazmundan birisi bor. Garchi avtor bunga ko'p haqqini bermagan bo'lsa-mu, kitobning hajmining munosabati bilan, ammo intayin muhim. Da'vatda alif lam bilan ma'rif bo'lgan ism xabar bo'lib tursa, mubtada xabar. Biz bayat degandek mubtada ma'rif bo'lish kerak, xabar nakir bo'lish kerak. Lekin xabar ma'ruf bo'lib chiqib qolgan vaqtida o'tirg'a zamir fasli tushadi. Cümleden qasr, taxsis ma'nosi chiqadi. Masalan, va huval g'afurul vadud, va huval g'afurul vadud. Degani Alloh g'afur vaduddir. Yani Alloh lam g'afur vadud, qolganlar mag'firat qilinmaydi degan gapda bu yerdan qasr chiqadi. Xolos. Endi biz bayatın alamlarni 7 ga bo'lgandik. Buning ichidan damirlarni so'zildik. Ma'rifalarni 7 ga bo'lgandik. Damirni so'zildik. Ikkinchisi alamni so'zildik. Ism ishoratlarni so'zildik. Ism mavsularni so'zildik. Ondan keyin alif lamni so'zildik. Nechin so'zlar topdik hisobda? Damir, alam, ism ishorat, ism mavsul, ondan keyin al-mu'arraf bil alif lam. Ya'ni 5 ni so'zlab bo'ldik. 6-inchisi al-mudaf li ma'rifa. Ma'rifalardan biriga muzaf bo'lgan ism bu ma'rifa bo'ladi. O'zine kira, lekin muzaf bilan ma'rif bo'lib qolsa, muzaf ma'rifa bo'laveradi. Endi mushtaq ma'rifani keltirish nima uchun desa, fayu'ta bihi ma qildiki ma'rifa İza ta'ayyana tariqan li ihdar ma'nahu aydan ki bunun ma'nosini hozirlashning muhim boshqa yo'l yo'q. Yo'l hozirlash maqsad qilinsa, ta'ayyana tariqan degani yoki bir maqsadni hozirlash, mushning qulga qarash qo'yib qolgan bo'lsa, amal yo'q, mushning boshqa yo'l yo'q demakkamdi. Masalan, bir kitob bor. Bu kitobni kitob degil olmaydi, ismini o'qimaymiz endi. Unutib qiliqliq. Bundaymiz hamda muzaf shaklda Sibbayning kitobi deb bir tunishtirishlar. Ismini unutib qiliqliq. Birisi kitob qilgan bo'lmoqchi hozir. Men bir kitob o'qishlar desam, u qanday kitob o'qish qildi? O'qimaydi-da. Men ya ismini o'qimayman bu kitobninki. Nima deydigan gap? Sibbayning kitobining bir suvatda menda mazmun so'zlagan o'qish keldi. Amal yo'qmi shu yo'lda ifodalaydigan gap. Nuhning kimiz degani. Ammo yuqoridagi uchun muayyanlashmagan bo'lsa, yuqoridagi yo'l uchun muayyanlashmagan bo'lsa, u vaqtda cho'qim boshqa ma'no uchun bo'ladi. Masalan, muzaf bilan keltirish sanash qiyin tasavvur qilganlik uchun masalan ajma'a ahlul haq ala kaza. Butun ahli haq mandashga ijmo qildi. Shahar ahli hammasi hurmatlik degan yerda ahlul haq, ahlul balad deb izofat qilib o'tish nima uchun desa, buni ifodalab bo'g'ilolmaydigan bir ko'p son hamdi bu. Ahli haq desa intayin ko'p bo'larmi? Shahar ahlisimi ko'p. Buni har birini Muhammad Samat Ahmad deb butun shahar ahlisini sanab bo'g'ilolmaydi. Bunda bir qiyinchilikni yo'qotish uchun, biroqlar yig'inchoq ifodalash uchun muzaf bilan shaklda keltirildi. Ikkinchisi ba'sga agashtirib keltirish, bunda agishlikdan chiqish uchunki, bunda yo'ldan chiqishga hamda ma'ni ig'rob qolsa, xop bo'lib qolamiki, ma'ni oldida qo'ysam bu xop bo'lib qolamiki, hammasi bir tangdarishlik odamlar ekan, bunda g'ayalda muzaf bilan shaklda qutulamiz endi. Masalan, hadara umaraul jund askarlarning qo'mondonlari amirlari keldi deb ham qutulamiz. Palon amri puloni desa, keyinlikning ismini burunamay deb ochiq gap qilishi mumkin. Bundaq bir ishlardan qutulish uchun. 4-inchisi xafalık degan gap emasmi? 3-inchisi muzafni kattalar. Agar muzaflar katta bir mazmunga ega bo'lsa, muzaf kattalanadi. Kitobi Sulton Hadara. Agar men kitob o'qib qolsa, masalan, sultonning kitobi keldi desa, odatda kitob emas bu. Podshohning kitobi degan bir xil cho'ng ma'no. Yoki muzoflarni kattalashga muzaf katta bo'lib qolsa, muzoflarni kattaladi. Masalan, hada xodimi desa, bunda qarab boqib, "Mo'minning xizmatchisi" desa, "Ha, isl xizmatchisi vakina buningki" deb o'zini kattalaydi hamda.
yoki muzoflarning g'ayrini katlash ahvollari bo'ladi. Ahul vadir indi desa, vazirning qarindishi mening qishimda desa, muzofmu maqsad emas. Muzoflar maqsad emas, balki men maqsadga biz degan odatga emas. Unda vazir vuzaralarningki qarindoshlar bilan paranglashdiq odam deganing o'zini katlash endi masalan. To'rtinchisi bayatanga ta'zim model aksiyaki mudofni tahqirlash, haqoratlash. Masalan, haza ibnul lis desa, ma'lum o'g'rining bolasi desa, muzof haqoratlanadi. Yoki muzoflarni haqoratlash, al-lis rafiqu hada o'g'ri maning hamroyi desa, rafiqu hadadagi haza muzoflarni haqoratlanadi. Yoki muzoflarning g'ayri haqoratlanganki ahul lis inda amr. O'g'rining qarindishi amrining qilsa amr tayinli qadashgan juma. Yaxshiroq odamlar bilan olishalmaydi desak, bir o'g'rining qarindidan olishib yuribdi degandek, muzof emas, muzoflar emas, ya'ni uchinchi shaxsni haqoratlash uchun ishlatiladi. Beshinchisi maqom tor vaqtda, maqom torob kelgan vaqtida jumlani qisqartirish uchun muzoflar keltirdi. Masalan, havaya ma'arrak bil yamanina mus'idu janibu va jusmani bi Makkah musaqu. Mening orzu xiyollarim Yamanlik karvonlar bilan yiroqlab ketdi. Mus'id janib yiroqlab ketdi degan. Mening jismim Makkada bog'liqlik deydi. Mishada havo ya'ni asli to'liq keltirish to'g'ri qolsa allazi ahvo deb keltirish kerak. Allazi ahvo. Lekin muzoflar shaklida keltirish qisqalamiz. Bir so'z shakli. Chunki allazi ahvo 3 so'z bo'ladi. Havo desa bir so'z bo'ladi. Muzoflar bilan ikkisi bir so'zga hisoblanmas, qisqartish uchun. Tamam, shuni bilan ma'rifalarning 5-inchisi munadaga keldik. Endi munada fayu'ta bihi jumlada munadani keltirishimiz muxotabningki xos bir unvoni bo'lmagan vaqtida munada shaklida keltirib xitob qilingan gap. Masalan, ya rajul, ya fata deganda endi. Ba'zi munadani shundan talab qilingan ishning illatini ishorat qilish uchun keltiriladi. Ya g'ulom, ahdir at-ta'am desa, hey xizmatkor tamoq aka desa, ya g'ulom desh sen degan xizmatchi, tamoqni akilishing kerak degandek bir xil o'qimni ifodalash uchun. Ya xodim, asjul faras desa, otni to'qoy, ya xizmatchi desa, xizmatchi degan otni to'qoydi degandek bir xil vazifasini eslatish. Yoki bu yerda boshqa nidoda tilg'ilingan boshqa e'tibor tilg'ilingan mazmunlardan e'tibor qilish mumkin bo'lgan boshqa g'arazlar uchun bo'lsa bo'laverdi. Demak, buni tekshirgan vaqtimizda, rabtilni istiqro qilgan vaqtimizda ma'ni tilg'ilingan nurg'un mazmunlar chiqdi. Faqat bu yerda bir nechani olib tur, mushtaq ma'nilarimi bor degan ifodalab turish uchun davotida amaliyot o'zimiz aqtarsak, undan boshqa nurg'un mazmunlar chiqadi. Ammo nakira keltirish masalasiga kelsak, bayatimiz jumlani ma'rifa keltirish jumlaning ma'lum bo'laklarini nakira keltirish deb cho'ng mavzuni qo'ygan emas, ta'rif va tankir deb ma'rifa keltirish to'g'riliq gapimiz tugadi. Endi nakira keltirish kelsak, fayu'ta biha nakira iza lam yu'lam lil mahki anhu biz hikoya qilinayotgan haliqa mazmunninki ma'rifa tarafi bo'lmasa, uni yuqori ifodalaydigan mazmunlardan bir mazmunning tahtiga daxil bo'lmasa, qarshi tarafga hech qanday bir jihatda tunishlik bo'lmasa, nakira keltiriladi. Masalan, jaa ha huna rajulun. Bir adam kelibdi deymiz. Bu odamning yo ismini o'qimaydi, yo bir sifatlarini o'qimaydi, yo ishoratini o'qimaydi, yo bu odamni ko'rsatilsa qashimizda yo'q ism ishorat bilan. Ya bir ism mavsuldan ifodalayilsak, boshqa daftarda gapim yo'q. Hech kim hech nimani o'qimaydi. Ya muzofli yo'q bu odam. Falonning aksi bugunning uksi deydiganqa. Ya xitob qilayilsak, bir oldimizim yo'q bu odamcha. Bunday ahvol aslida nakira keltirilgan. Qanday chog'dasa iza lam yu'raf. Tunilmasa. Ya'ni shu nakira keltirilgan ismni muayyanlashtirilgan narsa tunilmasa, mayli alam yoki silondan boshqa. Ba'zida ma'nodan boshqa g'arazlar uchun keltiriladi shu nakirani. Masalan, nakira keltirish yo ko'plikni ozligini ifodalaydi. Ridvonu minallohi akbar. Allohdan bo'lgan ozgina rozilikmi ko'pdir, buyukdir deb ridvonuni nakira keltirish ozlikni ifodalaydi. Demakki, akbardan maqsad ma'lum kathir, ya'ni ko'p. Rizvon maqsad, qalil maqsad. Yoki haqoratlash, ta'zimlash. Lahu hajibun an kulli amrin yashinuhu va laysa lahu an talib al-urf hajibu desa, mushrining o'zida hajib degan so'z ikki o'rinda nakira kelgan. Bir o'rinda ta'zimni ifodalash uchun, yana bir o'rinda tahqirni ifodalash uchun. Masalan, u shunchalik fazilatli odamki, bu odamga ayib bo'ladigan har qanday ishdan katta bir tuzilgan bir to'salg'usi bor uning deydi. Birinchi hajib ta'zim ma'nosida. Ammo uning yaxshi ishni izlashdan, yaxshi ishni qilishdan kichikgina bir nimasi yo'q, to'sqisi yo'qki, yaxshi ish kelsa udullam qiladigan mubosharatan, ammo yomon ish kelsa ozroq yaqin yo'lamaydigan bir odam. Ni ifodalash uchun birinchi hajibun ta'zim, ikkinchi hajibun tahqirni ifodalaydi. Undan boshqa
bunun en başka nekir keltirishning boshqa maqsadlari. Nafiydan keyin nekir kelib qolsa umumlikni ifodalash uchun keladi. Bu amallarga ma'ruf qoida an-nakira ba'da an-nafi fi siyaq an-nafi tufid al-umum deb bunda bir qoidalar bor. Ma ja'ana min basharin bizga hech qanday ogohlantiruvchi xushbishrat beruvchi kelmadi. Balki hech qanday degan gap umumni ifodalaydigan mazmun. Chunki nafining siyaqidagi nakira ta'um mazmunni ifodalaydi. 14-si muayyan bir shaxsni yoki muayyan bir turni, bir shaxs yoki bir tur. Shunga aloqa durust lug'at o'qityapmizga. Baytun desa bir uy deymiz masalan. Al-bayt desa halaqa uy deymiz. Bayat malduq misolni. Bir uy, birini ifodalaydi. Yoki bir turni ifodalasa bo'ladi masalan. Vallohu xalaqa kulla dabatin min ma desa, mushurunda nekirini part alsak buni tarjima qiladi. Alloh har bir dabbani, jalloqni bir suvdan yaratadi. Bu bir. Tur alsak Alloh her bir türdeki dabbini, her bir türdeki sudun yaratıdı. Deb buna tushunsak bo'ladi masalan. 5-si masalani boshqalarga tushirish uchun. Deb qo'ymizga. Bir odam deydi hamda sen to'g'ri yo'ldan chetnab ketding deb buna deb qo'ymiz. Hamda oyada uning ismini Mehmet dedi, Samet dedi desa, qarshi taraf o meni undoq debdi, bundoq debdi, ozg'un debdi deb saklab chiqadi-da. Tuxfi ismahu ana ismini yushursa hatta la yalhiqahu azadagina unga aziyat qilmaslik uchun bir adam deb qo'ysa. Voy depranga kim uni gapimni qilgan desa, shu uqmagan bir adam deblam gapini yushurtimiz-ku. Bu dal masalan yushurish uchunmi ma'rif keltirmay nakir keltiriladi. Shuning bilan bugungi mazmun at-ta'rif va tankir degan mazmun tugadi va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.